Gripp va shamollash mavsumida kompleksli himoya zarur. Viferon, interferon va vitaminlar kompleksi virusni bloklab, immunitetni tiklashga yordam beradi. Gripp va shamollashga qarshi Viferon kompleksli himoya. Malikaga gap otib yurgansanmisan? Men gap otayotganim yo'q. Shunchaki bitta maktabda o'qiganmiz xolos. Gapirini bo'lma. Faqat jonidan to'ygangina meni Malikamga gap otadi, tushundingmi? Ana endi o'zingdan ko'r. Bo'rini uyg'otding-ku. Vocha! Yo'qqa. O'ktam, Malikaga bittasi gap otyapti. Qayerda? Ana u yerda. Avvaliga doktorlar menda autizm kasalligi bor deb aytishdi. Keyin unaqa emas ekan deyishdi. Xullas, miyamda glausis degan narsa bor ekan. Kichkina. Nima? Mana shunday, shunaqa. Glaus? O'zim ham yaqinni yodlab oldim. Zontinoch. Yomg'ir yo'q-ku nimaga? Ishingni bil, Zontinoch. Xo'p bo'ladi. Muzikani qo'y. Xo'p bo'ladi. Ana endi yur. Alishtir. Hozir. Yana alishtir. Обращение. Mayli. Mana hozir. Buni ziyoni yo'q deganim bilan, lekin bitta noqulay tomoni bor. Menga nimani aytsiz, shuni tushunaman xolos. Buni nimasi yomon? Yo'q. O'rtog'im aytmoqchiki, har xil oldi qochdi gaplar, yolg'on yashiq gaplar, ibora, namyoklar yetib borish qiyin. Shunaqaroq. Ya'ni meni noyob qobiliyatim bor. Qanaqa? U umuman yolg'on gapirmaydi. Yo'q-e. Rost. O'zi xohlasa ham yolg'on gapira olmaydi. Faqat sir saqlash mumkin-ku, umuman aldolmaydi. Shu joyi oshib tushdi lekin ishonmayman. Xohlasangiz sinab ko'rishingiz mumkin. O'rtoq, boshqa safar, xo'p? Nega endi? Umrimda birinchi marta qizlar bilan tanishgan bo'lsam endi. Tavba. Do'stim, qiladigan ishlarimiz ko'p. Telefon raqamini ham so'ramadim hali. Yur o'rtoq, ketaylik, keyin tushuntiraman. Yo'q-e, Bergi. Mayli, xo'p. bilasizlarmi? Bo'la. Shumi? Mana shu yigit. Shumi? Ha, shu. Isming nima edi? Bo'pti, yuringlar, keta qolaylik. Oting nima? Mayli, yuringlar. Bitta gapiringlar. Adashib ketyapman-ku. Otingni ayt. Nima qilib tursan? Ey, ismingni so'rayaptilar. Ismim Sobir. Uni qaranglar. Otim ham Sobir. Shoshma. Hammada shunaqa-yu. Ey, masxara qilyapsanmi? Bu yer senga maynavozchilik qiladigan joy emas. Yo'q, masxara qilayotganim yo'q. Chunki ilgari ismim bilan otim bir xilligiga ahamiyat bermagan ekanman. Ko'rdingizmi ahvolini? Ha, Odamni qonni ichadigan xilidan bu. Namuncha qon deyaverasiz? Nima kam qonmisiz? Ey! Gap qaytarma. bo'la. Otangning ismini ayt. Sendan otangni ismini so'rashyapti. Ey, hujjatingga nima deb yozilgan? Sobir Aliyev Botirovich deb yozilgan. Ha, bo'ldi-ku. Hey, shuni aytmaysanmi boyadan beri?
Dadam ismini bilganim bilan nima ish qilishlarini bilmayman-ku. Kasblarini bilmasam, tanimasam, siz mendan otang kim deb so'radingiz. Bu savolingizga javob bera olmayman. Qaysi guruhda o'qiysan? Men bu yerda o'qimayman. Umuman hech qayerda o'qimayman. O'zi kim kirgizdi seni darsga? Kim bilan kelding? Ayta olmayman. Ana ko'rdingizmi? Ayta olmaysan. Aytchi darrov, maynavatchilik qilmasdan. Bo'lmasa hozir militsiya chaqiramiz. Siz jim turing. Xo'p, mayli. Menimcha bu sog' emas. To'g'ri, ko'rinib turibdi-ku sog' emasligi. Ha, hozir sinab ko'ramiz. Ey bola, menga aytchi, bugun nechida turding? 7da. Keyin nima qilding? Hojatxonaga kirdim. Voy, tavba. Aytmadim. Keyin nima qilding? Qani? Keyin bo'ldi-da. Ko'rib turibsiz qoladi. Masxaralab tashavermang kalaka qilib. Bu kim? Ism familiyangni ayt. Abror akaning o'g'liman, Abror boy. Tanimay qoldingizmi, dobla? Bu bola mening sinfdoshim, mahallamda turadi. Hech kimga ziyoni yo'q-ku. Hech kimga ziyoni yo'q bolaga muncha tish qayraysizlar. Tushunarli. tishi nega qayriydi o'zi? Nima tisham o'tmaslashib qoladimi? Juda g'alati-yu. Keyin chim turaman. Yurgin, yur. Dadam salom aytdilar sizga. Yurgin. Mayli, siz boravering. Men bu bola bilan o'zim shug'ullanaman. Boravering darsingizga. Ha? Xush kelibsiz. Assalomu alaykum oyijon. Kesinlar. Ha, qayerlarda yurding a? Sekinroq gapiring oyijon. Dadasi eshitib qoladilar. Haligi oy. Ha, shunaqada qizim. Ha, bizni eshitib qoladigan quloqimiz bor. Eshitmasa ham ko'zimiz bor. Ko'ramiz. Hech bo'lmasa his qilamiz. To'g'rimi onasi? To'g'ri. Bu bilishimiz kerak-ku. Ha, majburmiz qizimiz qayerda yurib ekan deyishga. Ha, biz otamiz-u. Dadajon, urushmang. O'rtoqlarim bilan haligi kutubxonaga borgandik-da. Shunga biroz kech qoldim. Unaqa yolg'oningiz bilan aldamang. Xo'p qizim. Voy dadasi. Siz aldamasin ha? Bizni aldayversin ha? Bemalol aldasa ko'nadiganmiz-da. Jim. Aldamaydi. Bu qizingiz, erkatoyingiz har kuni kutubxonada edim deydi. O'tgan kunlardan so'rasam, na bir varrog'ini biladi, na biron so'zini biladi. Na bir kunini biladi, hech baloni bilmaydi. Yana kutubxonada emishlar. O'zing o'tgan kunlarni o'qimagansan-ku kitobini. Faqat kinosini ko'rgansan. Voy dadasi? Voy. Dadasi. Ha, qizingiz oldida. Shuni aytishingiz shartmidi? Endi nima qilay? Undan ko'ra qizingizdan so'rang. Qayerlarda daydib yurgan ekan shu paytgacha? Qayerda eding qizim? Avvaliga do'kon aylandik, keyin kafega bordik. Ana. Keyin Lola ketdi. Ana. Salonga bordik, kech bo'lib qoldi. Keyin uyga uchib keldim. Shu. Mana, tez uyga kelibdi. Bundan keyin kech qolmang qizim. Xo'p. Xo'p bo'ladi dadajon. Mana. Bo'ldimi dadasi? Ha? Yana nima? Siz urushmoqchi edingiz. Kimdir? Tanbeh bermoqchi edingiz.
U narsalarning nima keragi bor? Men shunday qizim urishamanmi? Tavba. Shunaqa ekanda, men urishsam, men to'polon qilsam, janjal qilsam, kim yomon, ona yomon. Siz opposiz, siz yaxshisiz. Bo'ldi qil. Tapıp? Hey, bunca tapıp deyiverasan. Yana tapıp mı? Amaylı nima qilamiz endi? Boramiz. Ha. Bormay nima qilamiz endi axir biz. Kim bo'ldi ekan bu? Iya. O'zlari yo'q yigitcha. Bu hadi bu yerga niye kelaverasiz? Ha? Sevib qolganim uchun. Sevib qolganman deng, yigitcha. Bu yer sevib qoladigan joy emas. Ilm oladigan joy. Tashqarida seving. Qani. Orqa eshiklar ham o'xshamadi yigitcha. Nima qilamiz endi? Tashqariga, qani marhamat. Xo'p, o'zlaridan bo'lsa. Yo'q, o'zlaridan. Men eshikni ochib beraman. Ana, qani yigitcha, tashqarida seving. Eshikni uxlab qo'yinglar. Xo'p bo'ladi. Dangasalar. Senga aytgan joyim bor-ku. Sen o'sha joyga kelasan, men bu yog'ini tayyorlab qo'ydim. Mana hozir hal qilib qo'ydim. O'sha yerdan o'taver. O'sha yerdan o'tasan. Ha. Ya. Hey tövbe. Ne? Yigitcha. Qani. Yuringchi bu yoqqa. Qarang, kim ochib qo'ydi ekan buni? Ochib qo'ysang yopib qo'yishadi, yopib qo'ysang ochib qo'yishadi. Ana. Qani yuringchi yigitcha. Baraka toping. Bunisi ham o'xshamadi. Ha mayli, o'xshab qolar. Og'aylar,
og'aylar. Menda zo'r yangilik bor. Ana u Hurliqo bizni Sobir bilan qiziqib qoldi. Yo'q. Unda bu zo'r degan to'g'rimi? Sekin aytasanmi? Qaddingni urmaysanmi, jigarim? Yaxshilab tushuntirchi. Tushuntirishga vaqt yo'q. Hozir ana u o'qishimizni Hurliqosi tannoz dugonalar bilan yetib keladi hozir. Aylangan chiqamiz. Ana kelishyapti. Qani, xo'sh Sobir. Tushunmadim. Yelkangni ko'tar. Jiddiy bo'l. Qovoqlaringni solmay, jilmay. Qanday qilib? Bir vaqt o'zida ham kulib, ham jiddiy bo'lish mumkin. Undan so'ra. Ketma-ket bajar unda. Ha de qani? U gapirayotgan paytingda kerak bo'ladi. Yurachi, o'dab turmaylik. Yur. Salom. Salom. Yaxshimisiz, Malika? Rahmat. Menga qara. Qanaqa qilib uyushtirding buni gapir. Rostdan, qizni o'zi so'ra Sobir haqida. Xo'sh. Men u haqda borini aytdim. Faqat ozgina qizarroq bo'lsin deb ozgina qo'shdim. Ya'ni doktorlarning aytishicha, agar Sobir har kuni aktiv muomalada bo'lsa, tuzalib ketadi. Ahmoqmisan? Nima sen doktormiding? Agar ustidan kurish uchun kelgan bo'lsa-chi. Sobir shunchaki ermak bo'lib qoladimi keyin? Ko'rmisan, ana qizni o'zi tan oldimi yo'qmi? Bilmadim-ku, lekin buni yoqtirib qolganligi shunday yuzdan ko'rinib turibdi. Yuringlar, aylanib kelamiz. Mayli, yuring. Yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi. Rahmat. Shahrimiz ham chiroyli bo'lib ketdi. Chiroyli. Sizni qiziqishlaringiz, misol uchun qanaqa? Hobbi deydi-yu. Hamma narsaga qiziqaman. Misol, meni hobbim futbol o'ynash. Faqat PlayStationda. PlayStation hech ham o'ynab ko'rmagan ekanman. Yo'q, boramizmi? Xo'p. Bo'lmasam, Voy, Bo'ldi. nima bo'ldi? Ketamiz. Dadamga telefon qilaman. Hozir yana ozgina yuraylik. Yo'q, olib ketadi. Olib Muzqaymoq keting deyman. Bir minut. Yo'q, shart emas. Qara. 5 minut vaqt bering. Hop. Xo'p. Bo'ladimi? Mana. Qani? 5 minutda. Barakalla. Mana bo'ldi. Bola bilan ikki og'iz gaplashib kelishib oldik. Hammani qoyil qoldirdingiz. Rost raqsga zo'r tusharkansiz. Unchalik emas. Meni ochilmagan qirralarim juda ko'p. Hattoki meni. Hey, qayerda yuribsizlar? Bu senga. Hattoki men merganman. Nima?
Iye. Boshladik. Opang qani? Uyda. Chaqir. Pulini ber, chaqiraman. Hozir pul. Tez chaqirgan. Xo'pmi? Xo'p. Voy. Nima qilib yuribsiz? Bu sizga. Nima bu? Ko'rmayapsizmi? Nima bu? Yuring. Kimniki bu? Qo'shniniki emas, meniki albatta. Bo'pti, bera qoling. Rahmat. Bo'ldi, keting. Nega? Keting, dadam ko'rib qoladilar. Mayli, Bo'ldi, keta qoling. O'rtoqlaringizni ham olib keting. Ko'rib qolishmasin. Yur. Xayr. Turma. Yur, ketdik. Xayr. Voy. Oyijon. Oyi. Voy, namuncha vahima qilasan? Men uylanmoqchiman. Zo'r-ku. Kimga? Dunyodagi eng chiroyli qizga. Barakalla, to'y qilamiz. Suvchilik borasizmi? Voy, albatta boraman. Men bormasam kim boradi boshqa, a? Rasmini ko'rsat. Akkaunti nima ekan? Ana telefonim voy u yoqda qolib ketdi. Shart emas. Mana telefonimda rasmi bor uni. Qani ko'rsatchi. Mana, qarang. Boy qiz ekanda. Qayerdan bildingiz? Shmotkalaridan. Qimmat kiyimlar bular, tushundingmi? Demak, boyni qizi. Boy ekan. Voy, demak men yig'ib qo'ygan pullar kamlik qilar ekan. Bularga tenglash uchun rosa ko'p pul kerak. Money. Dahshat ko'p pul kerak. Yuragingga ayt, boshqasini sevsin. Tushundingmi? Ayt, boshqasini sevsin. Yo'q, menga shu kerak. Boshqasi uylanmayman. Undan ko'ra ish topaman. Ishga kiraman. Katta oila olaman. Tankamiz yo'q, bo'lmasam olib kirib qo'yardim. Oyi, armiyaga emas, ishga kirmoqchi. Mayli bolam, kira qol. Sen omadlisan. Nima xohlasang amalga oshadi. Tap. Ko'z tegmasin. Ilohi amin. Tinchlik, omonlik bo'lsin. Ishlaring o'ngidan kelsin. Chiroyli qoshlaringga ko'z tegmasin. Qizim seni yaxshi ko'rib qolsin. To'ylar qilaylik, Xudo xolasa o'zim bosh bo'laman. Alloh akbar. Men ketdim oyi. Borganingdan ishga darrov olishsin sen. Xo'pmi? Bo'shashma. Hop oyi. Manda qilib tur. Hay deb tur. Menga katta oilayli ish kerak. Ishtaha iskarnayu? Ovqat emas, ish kerak menga. Dangalchi bola ekansiz-ku. Xarajatidan qochmasangiz ish bor. Oyligi ham zo'r. Firmaning egasi tog'am bo'ladi. Bu ishlarni menga topshirganlar. Kechirasiz, tushunmadim, qanaqa xarajat? Nega o'zingizni ovsarlikka solasiz? $500 bersangiz shu ish sizniki. Men bu yerda ishlab pul olmoqchiman. Pul bermoqchi emasman. Agar $500 bo'lganda bormi? Bizda bo'sh vakansiya yo'q, sog' bo'ling. Bo'pti. Bu kechda qachon ishga kirib, qachon moshina olaman bir? Menga ish kerak edi. Afsus, katta oylikli ishlarni hammasini rahbarimiz jiyanlari, ukalari, farzandlariga berib qo'ygan. Men oliy maoshi ko'proq ish qidirayotgandim-da. Topsangiz bizga ham ayting.
O'zimiz ham arzimagan sariqchaqaga ishlab yuramiz. Angarda, orqamda ortyapti. Orqamda. Yordamlashvor. Voy. Xo'sh, nima masala edi sizga? Aytdim-ku, menga katta oilik ish kerak. Ko'p pul topishim kerak. Uka, hozir hammaning dardi shu-ku. Menga qara, qo'lingda nima ish keladi o'zi? Bilmadim, ilgari hech qayerda ishlamaganman. Bu yoq qiziq bo'ldi. Menga qara. Xohlasang, hamma qatori bir ish bor. Unda ham 2 hafta sinov muddatida ishlaysan. Agar unda ham to'g'ri kelsa ishlaysan. Bir so'm pul to'lamaymiz. Yo'q. Oylik olmasam ishlay olmayman. Menga ko'p pul kerak. Ukam, undachi toshingni ter. Qanaqa tosh? Shunaqa lavozim bor ekanmi? Agar tosh teradigan bo'lsam, bu yerda nima qilib o'tiribman? Menga qara. Ketaver. Yetib bordimi? Ha? Yetib keldi. Rahmat. Ha, salomat bo'ling. Tosh termish. Qachongacha chidashimiz kerak? Qachongacha? Oyligimizni beramiz. Bo'ldi, bas. Baraka topkunlar, mana borib o'ziga aytdinglar. Nima men buxgalterlar nazoratchisi emasman-ku? Voy, qachongacha bu ahvolga chidaymiz? Nima qilish kerak? Men ham shu ahvoldaman. Meni ham oyligimni qirqib qolishgan. Yordam kerakmi ekan? Aka, bunchalik bo'lmaydi-da. Menga qaragin, bor buxgalteriyadan so'ragan, haqiqatda shunaqami deb so'ragan. Men nima qilishim kerak? Voy, kim so'rasa bo'shab ketyapti-ku. To'g'ri. Kechirasiz, nima yordam kerak ekan? Siz yordam bera olasizmi? Nima, siz yordam bera olasizmi? Nima yordam kerakligini aytmadingiz-ku. La. Yomg'ir yog'di dom. Shilta bo'ldi hamma yoq. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, qizlarim? Qalay, voy nona qizim mani. Voy mani nona. Qani kiringlar. Onasi. Opa keldingizmi? Yana kelishingizni biluvdim. Ketdik o'ynaymiz. Yura qol. Kiringlar, qani. Baraka. Yur qizim. Yashanglar. Kiyovnichi. Bir yaxshilab savolab qo'yaman-da. Oyligimizdan ushlab qolishyapti. Dardimizni kimga aytishni bilmayapmiz. Ha, to'g'ri. Ha, to'g'ri. Shu ham muammomi? Xo'jayinga aytinglar. Xo'jayin bizni eshitib o'tirmaydi-da. Nimaga? Xo'jayinning oldiga yetib borish ham qiyin. Nega? Ular o'zi odammi? Qiziqcha ekan. Yoki uzoqda yashaydilarmi? Qiziq bola ekansan-ku. Tavba qildim. Kar odam bilan to'g'ri ishlash qiyin, lekin bir amallab tushuntirish kerak edi. Qari emas. Assalomu alaykum xo'jayin. Assalomu alaykum. Barakalla, yashanglar. Shirin, kulgi, maza, bir pasdan keyin ish vaqti tugaydi, ha? Boringlar. Keyin ketasiz uyingizga, shunaqami? Ketdik, yuring. O'rgildim. Kechirasiz, siz xo'jayinmisiz? Nima edi?